xiyonat qilsa ketmayman debsiz, g'ururingiz yo'qmi deb oxirgi paytlarda kommentariyamda juda g'ururli ayollar paydo bo'lyapti. Nima qilay? Erim xiyonat qildi deb ketib qolib sizning eringizga ikkinchi xotin bo'laymi? Yo birovga o'ynash bo'lib nomim qarorga chiqsinmi? Yoki ko'chada ko'ringan darmayib etagimga osilib, nimaga desa bu baxtiqaro beva eridan ajrashganda bunga eri mehri kerak deb ko'rgan erkak menga yopishsinmi? Nima bo'lsin? Yoki bolalarimni boqolmay qiynalib, otasiz qilaymi? Hech kim ertaga aytmaydi, "O'h, mana u ayolning g'ururi baland ekan, eri xiyonat qilganida ajrashib ketdi, mana" deb yuksakka ko'tarmaydi. Ahmoqda tinchgina turgan oilasini buzib, bolalarni yetim qilib, mana boqolmay xor bo'lib yuribdi deb ko'rgan ayol yomon qaraydi. Meni erimga shu o'ynashmasmikin, meni erimni ko'zlamayotgan ekanmi deb. Mayli, sizlarni fikringlarcha men g'urursiz bo'la qolay, lekin oilam tinch, bolalarim ota-onali, nomim esa boshida eri bor.